Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan piramida asoslari sintezi va parchalanishi va shu bilan birga kechadigan kasalliklarimiz arotatudriya va uning turlari to'g'risida demak gaplashamiz. Demak, piramida halqasi manbalari qayerdan kelgan degan savolga, demak, glutamindan, karbonangidrid, riboza 5 fosfati u glyukozadan hosil bo'ladi. Bulamizga pentoza fosfat yo'l bilan birgalikda va aspartatdan, demak, 3 ta uglot atomi demak aspartatdan olingan ekan. Bu piramida asoslari, piramida halqasini tarkibiy qismi. Demak, keyingi ko'rib chiqadigan asosiy savolimiz bu piramida nukleotlarning biosintezi. Piramida nukleotlarning piramida yadrosi yuqorida aytib o'tdik, uglot dioksidi, glutaminamid gruppasi asparginat kislotadan hosil bo'ladi. Bir nechta ketma-ket reaksiyalar hisobiga uridin monofosfat, ya'ni UMF sintezlanadi. Bu keyinchalik UMFdan demak sitidin trifosfat yoki timidin trifosfatlarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi reaksiya ko'rib turganlaring, demak glutamindan demak karbonangidrid va ikkita ATF yordamida karbonil fosfat va glutamatni hosil bo'lishi. Bu jarayonni katalizlaydigan fermentimiz bu karbonil fosfat sintetazi hisoblanadi. Bu ferment allosterik ferment hisoblanadi va sitazin trifosfat uni ingibitori, ATF esa uni aktivatori hisoblanadi. Bu fermentimizning ikki xil turi bor. Karbonil fosfat sintetazi 1 va 2. Bular to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Demak, karbonil fosfat sintetazi birimiz bu jigarda hosil bo'ladi. Joylashgan joy jigar. Demak, mitoxondriyalar joylashgan bo'ladi. Asosan demak, mochevina yoki siyrakchil biosintezi uchun sarflanadi. Amino guruh manbasi ammoniy yo'llari hisoblanadi. Endi bugun piramida asoslari biosintezda ishlatiladigan karbonil fosfat sintetazamiz bu karbonil fosfat sintetazi 2 hisoblanadi. Barcha to'qimalarda joylashgan, demak asosan hujayraning sitoplazmasida faoliyat ko'rsatadi va asosiy vazifasi piramidin asoslarini biosintezda ishtirok etadi. Amino guruh manbai sifatida mana bundan oldingi reaksiyada ko'rdik, glutamindan foydalandik. Endi umumiy reaksiyaga to'xtaladigan bo'lsak, bu sxema orqali umumiy reaksiyani ko'rsatganmiz. Ya'ni birinchi karbonangidrid, demak glutamin va ikkita ATF ishtirokida suv yordamida karbonil fosfat sintetazi 2 glutamat chiqib ketadi. Ikkita fosfat va ikkita ADH chiqib ketish hisobiga bizda karbonil fosfat hosil bo'ldi. Bu demak karbonil fosfat sintetazi 2. Birinchisi aytdikki, siyrakchil biosintezda ishtirok etar ekan. Endi karbonil fosfatimiz demak aspartat bilan reaksiyaga kirishadi. Demak karbonil aspartat hosil bo'ladi, bitta fosfat chiqib ketadi. Bu jarayonni katalizlaydigan fermentimiz. Demak aspartat karbonil transferaza fermenti hisoblanadi. Karbonil aspartatimiz keyinchalik degidroarataza fermenti ta'sirida o'zidan bitta OH guruhini chiqarib yuboradi. Natijada bizda degidroaratat kislotasi hosil bo'ladi. Degidroaratatimiz demak koenzim Q bilan ta'sirlanishi hisobiga ferment yana degidrogenlanishi bo'ladi. Ikkita vodorodni koenzim Q ga beradi. Degidroaratat degidrogenaza fermentazida koenzim QH2 va aratat kislotasi hosil bo'ladi. Aratat kislotamiz demak alfa fosforibazil pirofosfat bilan reaksiyaga kirishadi. Bu jarayonni katalizlovchi ferment aratat fosforibazil transferaza hisoblanadi. Bu fosforibazil pirofosfat bilan aratat o'zaro birikadi. Ikkita fosfatimiz chiqib ketadi. Natijada bizda demak OMF hosil bo'ladi. Ya'ni aratadin 5 monofosfat deyiladi. OMFimiz asosiy fermentlarimizdan biri. OMF dekarboksilaza hisobiga bitta karboksil guruhni chiqarib olib, demak uridin monofosfatni hosil qiladi. Bu demak piramidin asoslarini biosintezi. Demak avval uridin monofosfat hosil bo'ladi, keyinchalik uridin monofosfatdan demak UDF yoki UTFlar hosil bo'ladi. Endi
mana UTFni hosil bo'lishi UMFdan kinaza fermentatsiyalarda avval UDF, keyin UTF hosil bo'ladi yoki UTFdan sitazin trifosfat sintetaza fermentatsiyasida glutamin ATF va suv ishtirokida glutamat ADF fosfat hosil bo'ladi va sitazin trifosfatimiz hosil bo'ladi. Endi boshqarilishiga keladigan bo'lsak, biosintezini, demak, sxemalardan ko'rinib turibdiki, birinchi sxemaga qaraydigan bo'lsak, uratil trifosfatni hosil bo'lishi, demak, karbonil fosfat hosil bo'lishini ingibirlovchi ta'sir ko'rsatar ekan. Bundan tashqari UMF hosil bo'lishi ham bu jarayonni ingibirlaydi. yoki UTF uratil trifosfatni hosil bo'lishi karbonil aspartat hosil bo'lishini ingibirlaydi. yoki sitazin trifosfatni hosil bo'lishi, demak, karbonil aspartatni hosil bo'lishini ingibirlaydi. yoki ATFimiz karbonil aspartatdan, demak, karbonil fosfat va aspartatdan karbonil aspartat hosil bo'lishini stimullovchi omil ekan. Aspartatdan karbonil fosfatdan, demak, karbonil aspartat hosil bo'lishiga, demak, ijobiy, ya'ni bu jarayonni kuchaytirib beruvchi moddalar hisoblanadi. Yoki fosforibazid pirofosfatimiz, o'zi buni oxirroqda ishlatardik. Lekin fosforibazid pirofosfatimiz ham, demak, karbonil fosfat hosil bo'lishini stimullovchi omillar hisoblanar ekan. Endi biz bilamizki, DNK va RNK ribonuklein kislotalar va dezoksiribonuklein kislotalar. Ya'ni dezoksiribonukleitlar biosintezi ham muhim ahamiyatga ega, chunki nuklein kislotalar hosil bo'lish jarayonida bu dezoksiribonukleitlarimiz maxsus ferment sistemasi ishtirokida riboza qoldig'ining qaytarilishi natijasida ribonukleitlardan hosil bo'ladi. Ribonukleitlarimiz bu mana ribonukleozid reduktaza riboza qoldig'i ikkinchi uglерод atomidagi gidroksil gruppasini qaytarilishini katalizlaydi. Bu fermentimiz, demak, substratlar, nukleotid trifosfatlar tarkibida oltingurt SH guruh saqlovchi past molekulyarli tioredaksinimiz, demak, vodorod donor bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ribonukleotid difosfatlarimiz ribonukleozid difosfat reduktaza ferment ta'sirida, demak, vodorod donor bo'lgan tioredaksinning ikkita vodorod olish hisobiga bizada dezoksiribonukleid difosfatlar va tioredaksin hosil bo'ladi. Tioredaksinimiz, ya'ni tioredaksin reduktaza ta'sirida NADH2 dan ikkita vodorod oladi. Demak, bu jarayon yana qaytadan degidroteoredaksinni hosil qiladi. Sitoplazmada bo'ladigan jarayon ekan. Bilamizki, demak, NADH2 faqat sitoplazmada o'z ta'sirini ko'rsatadigan koferment hisoblanadi. Xo'p, endi mana shu jarayonni sal kengaytirilganroq versiyasi ribonukleotid difosfatlarimiz reduktaza ferment ta'sirida tioredaksin, mana degidroteoredaksin ishtirokida dezoksiribonukleid difosfatlar hosil qiladi. Ribonukleotid difosfat reduktazamiz, endi mana bu tioredaksinimiz, demak, mana glutation yordamida yana qaytadan glutaredaksin va degidroteoredaksinga aylanadi. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'li esa undan oldin mana glutationlarimiz ham NADH2 yordamida degidrogglutationga aylanar ekan. Endi ikkinchi yo'lda ham tioredaksinimiz FADH2 dan tioredaksin reduktaza ferment ta'sirida ikkita vodorodga aylanib degidroteoredaksinga aylanadi. FADH2miz qaytarilib FAD hosil qiladi. FADimiz, demak, NADH2 yordamida yana qaytadan FADH2 aylanadi. Bu sitoplazmada bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi.
Bu slayd orqali biz dezoksiuratsil monofosfatdan timin monofosfat hosil bo'lish jarayonini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga timidalat sintaza fermenti kerak va 5-10 metilin tetragidrofolat. Demak, dezoksiuratsil monofosfatimiz 5-10 metilin tetragidrofolat bilan reaksiyaga kirishadi. Katalizovchi ferment timidalat sintaza fermenti hosil bo'ladi. Dezoksitimin monofosfat. Bundan keyinchalik dezoksitimin difosfat, trifosfatlar hosil bo'ladi. Bundan tashqari tetragidrofolat ham hosil bo'ladi. Tetragidrofolatimiz NADH2 yordamida tetragidrofolat reduktaza ferment ta'sirida tetragidrofolatga aylanadi. Tetragidrofolatimiz serindan ikkita metil guruhini oladi. Serin trans gidroksimetalaza ferment ta'sirida glitsin va 5-10 metilin tetragidrofolat hosil bo'ladi. Shu tariqa, demak, dezoksiuratsil monofosfatdan dezoksitimin monofosfat hosil bo'lishi qayta davom etishi mumkin. Demak, video ma'ruzamizning ikkinchi qismida pirimidin nukleotidlarning parchalanishini ko'rib chiqamiz. Sitidin dezaminaza ferment ta'sirida suv ishtirokida bitta amino guruhini berib, demak, uridin hosil qiladi. Uridinimiz uridin nukleozidaza ferment ta'sirida suv ishtirokida o'zidan pentoza, ya'ni ribozani chiqarib olish hisobiga uratsil hosil qiladi. Uratsilimiz digitoruratsil degidrogenaza ferment ta'sirida NADH2 yordamida, demak, bizada digitoruratsil hosil qiladi. Digidrouratsilimiz digidropirimidinaza ferment ta'sirida suv ishtirokida, demak, N-karbomayl propan kislota hosil qiladi. Bu dezaminlanish, dekarboksilanish reaksiyalari hisobiga suv ishtirokida, demak, o'zidan bitta karboksil guruh va bitta amino guruh chiqarib oladi. Natijada beta alanin hosil bo'ladi. Endi timidinni sal boshqacharoq. Timidin, demak, dezoksiriboza timidin, demak, fermenti uridin nukleozidaza fermenti aslida suv ishtirokida, demak, timinga aylanadi. Bunda mana 2 dezoksiriboza ajralib chiqib ketadi. Timinimiz endi digidrourasil degidrogenaza ferment ta'sirida NADH2 yordamida digidrotiminni hosil qiladi. Digidropirimidinaza ferment ta'sirida, demak, digidrotimindan bizada hosil bo'ladi N-karbomayl malyarniy kislota hosil bo'ladi, maslyanniy kislota hosil bo'ladi yoki o'zbekchasiga N-karbomayl moy kislotasi hosil bo'ladi. Bu dekarboksilanish va dezaminlanish reaksiyalari hisobiga beta amino izomoy kislotani hosil qiladi. Endi pirimidinlar parchalanish natijasida hosil bo'lgan beta alanin, anzerin va karnizin hamda koenzim A hosil bo'lishda qatnashadi. Hayvon to'qimalarida beta alanin piruvat kislota bilan reaksiyaga kirishi kuzatiladi. Bunda aminotransferaza fermenti orqali, bu shu reaksiya orqali aminotransferaza fermenti ochilgan. Bu qaytar jarayon bo'lib, alfa alanin va formil atsitat sintezlanadi. Ya'ni beta alaninimiz piruvat kislota bilan reaksiyaga kirish hisobiga alfa alanin va formil atsitat bu jarayonni katalizovchi ferment aminotransferaza fermentlari hisoblanadi. Endi pirimidin nukleotidlar almashuvining buzilishi bilan bog'liq kasalliklar. Ya'ni bu kasallik aratosudriya deyiladi, ya'ni aratat kislotani miqdorini ortib ketishi. Bu birinchi, ikkinchi tiplari. Birinchi tipida aratat fosforibazil transferaza va OMF dekarboksilaza, ya'ni OMFdan OMF hosil bo'lishi jarayoni katalizovchi fermentimiz bor. Mana shu fermentlar nuqsoni hisobiga birinchi tip aratosudriya, ya'ni siydikdagi aratat kislota kristallari miqdori ortib ketadi, rivojlanishda ortib qoladi bemor, megablastik anemiya kuzatiladi. Ikkinchi tipda, demak, OMF dekarboksilaza fermentining nuqsoni. Bunda ham, demak, megablastik anemiya kuzatiladi. Sabab beta aratat kislotani ko'payib ketishidan ham ko'ra ko'proq, demak, nuklein pirimidin asoslarini sintezlanmay qolishi asosiy patologiyani keltirib chiqaradi. Keyingisi oratik atsiduriya, o'rtacha yoki gemolitik asoratlarsiz. Bu arnitin siklida arnitin transkarbamilaza yetishmovchiligi.
Demak, mitoxondriyalarda karbamid fosfat hosil bo'lishining kuchayishi pirimidinlar biosintezini oshiradi. Natijada bemorda jigar ensefalopatiyasi kuzatiladi. Keyingi kasalligimiz bu beta amino izobutrat kislotasi, ya'ni tranzaminaza fermenti nuqsoni hisobiga rivojlanadi, amnitin sikliga ta'sir qiladi, yengil kechadi, sharqda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Bundan tashqari, dori vositalari ta'sirida kelib chiqadigan aratosudriya bu ommaviy dekarboksilaza fermenti nuqsoni hisobiga, demak, podagran davolashda qo'llanilgan alloprinol, 6-azuridin bilan davolash gematologik komponentsiz aratosudriyani keltirib chiqaradi. Ularning parchalanish mahsulotlari, demak, ommaviy dekarboksilaza fermentini ingibillaydi. Bu ferment asosiy vazifasi ommaviydan umaviyni hosil qilish edi. Agar umaviy o'tmasa, orqaga qaytadi, ya'ni aratat kislotaga aylanadi. Aratat kislotaning miqdori ortib ketishi biz o'tayotgan aratosudriyani keltirib chiqaradi. Endi aratosudriya sidik bilan ko'p miqdorda aratat kislota chiqib turishi, demak, bir kecha kunduzda 1,5 grammgacha aratat kislota ajraladigan bo'lsa, bu kasallikda normaga qaraganda 1000 baravar. Ya'ni 1,5 gramm miqdordagi aratat kislota ajraladi. Bemorlar siydigi sovitilganda aratat kislotaning ignasimon kristallardan iborat cho'kma hosil bo'ladi. Bu kasallik ummaviy sintezdagi aratat yoki aradilat ikkinchi nomini shunaqa aytamiz, aratat kislotaning hosil bo'lishi va dekarboksillanish reaksiyalarini katalizlovchi fermentlarning yetishmovchiligi hisobiga paydo bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Endi irsiy aratosudriyali bolalar tengdoshlariga nisbatan aqliy va jismoniy rivojlanishdan ortda qoladi. Rivojlanishda izdan chiqishi pirimidin taqisliigi hisobiga amalga oshadi. Kasallikni davolash uchun, demak, 1,5-1 grammgacha kuniga uridin berib turiladi. Endi aratosudriya giperammonemiya paytida siydikchil hosil bo'lishi arnitin sikli fermentlari funksiyasining buzilishi bilan ham kuzatilishi mumkin. Bunda mitoxondriyalarda hosil bo'lgan karbamid fosfat siydikchil sintez uchun sarflanmasdan, demak, birinchi tip karbamid fosfatimiz edi bu, balki pirimidin nukleotidlar sintezi uchun ham sarflanadi. Ikkinchi tip karbamid fosfatga o'tib ketib qoladi. Natijada aratat kislotaning konsentratsiyasi ortib ketadi. Ya'ni giperammonemiya holatiga bog'liq aratosudriya kelib chiqadi. Keyin podagra kasalligini davolashda alloprinol beramiz. Alloprinol organizmda oksiprinol mononukleotidga aylanadi va u aratat kislota dekarboksilanish reaksiyasining kuchli ingibitori bo'lib hisoblanadi. Shuni hisobiga ham, demak, aratat kislota ko'payib ketishi, ya'ni aratosudriya kelib chiqishi aniqlangan. Demak, aratosudriyani davolashda biz asosan uridin preparatidan foydalanamiz. Uridinni asosiy vazifasi ummaviy sintez uchun ishlatiladi. UMFdan keyinchalik UDF, UTF, keyin sitazin trifosfatimiz yoki timin trifosfatlar hosil bo'ladi. Bular umuman DNK va YNK biosintez uchun asosiy nukleotidlar hisoblanadi. Bu yerda timin berishdan maqsad, demak, aratosudriyadan ham ko'ra ko'proq, demak, DNK, YNK hosil bo'lishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Bugungi mavzumizda aratosudriya pirimidin asoslarini, sintez va parchalanishini ko'rib chiqdik.